Assalomualaikum YouTube kanalımız abunachilari. Bugungi ustanobkamiz Urganch shahridan bo'ldi. Kvartiraga polni mebellarni ishlab berdik, ko'rishingiz mumkin. Kirabash qismini shunday perxoshkalarimizni ishlab berdik. Balandchi qismi 3 metr oldu, dapotolo. Zazollar ham çok yolib tushdi. Bu perxojamiz kashmir svet bilan yog'och svetda kombinatsiya etib ishlab berdik. Mebelimiz ko'rishingiz mumkin. Bir qismini Vishilkalarimiz bu yerda o'tirish uchun, foydalanish uchun mexki material, yaxshi materiallardan qo'yib berdik. İşlerini ko'rishingiz mumkin. Push mexanizm, bu yerda polkalari, bu yerda shkaf qismi, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yan qismini aytib kelsak, şimdi polka taqlab berdik. Bu yan taraflarni avvalini etib ishlab berdik. O'rta qismini ayna qo'yib berdik. Dapotoluk, antresolni etib ishlab berdik. Aşaxonadagi mebellar bilan sizlarga qisqacha tanishtirib o'tsak. Qismini ko'rishingiz mumkin. Shunday etib kuxni taraf zonani shunday etib перегородка qilib berdik. Ham shunday variantda bo'ldi. Berlarni shunday suvenir kitoblarni qo'yish uchun dizayn shunday etib berdilar. Dizayn asosida çok ko'rib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Yan qismini kuxni mebel ishlab berdik. Dapotolib bezurishga variantda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Zazollar ham çok ko'rib tushgan mebelimiz. Ben kısmında kalabilgisi. 2 xil svetda bezurishga variantda ishlab berdik. 100% puxa plastik, musori dishları bellarında shushukalardan taqlab berdik mebelimiz. Eng yaxshi akrellardan, full mo'kalardan qo'yib ishlab berdik. Keyingi mebelimizni ko'rsatib o'taman. Bu xonamizda shunday etib detskiy xona bo'ldi. 2 dona spalni taqlab berdik. Hem yerini material 100% materialdan ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi materiallardan telelarni açılatirgan etib mexanizmga qo'yib berdik. Bu yan tarafından açılatirgan qilib taqlab berdik. Bu materialga qo'shatirgan etib past svet, shunday shkaf taqlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Seri svetda antresol etib shkaf taqlab berdik. Yana bir xonamiz qoldi, xudo xolasa 2-3 kundaga taqlab polni kvartira. Shunday agar kimda shunday kvartira xonadan polni mebellar bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Mebellarimizni shunday etib sifatli etib ketib taqlab beramiz. Telefon raqamlarida ofitsianiyada, kommentariyada qoldiraman. Bemalol telefon urishlaringiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa shu kvartiramiz polni mebellar bitgandan keyin yana bir video etib tashlab beramiz.